Assalomu alaykum. Taksi akalarimiz uchun yangiliklarimiz kelgan. Mana elektronli nasosimiz, batareykalik. Biz hozir bir damlab ko'ramiz. Bitta batareykasi ikkita ballonni to'liq damlagani, noldan damlagani bemalol yetadi. Mana ko'rib turibsizlar. Ichidan chiqadigan narsani hozir ko'rsataman men o'zim. Bu damlab turgungacha hozir bitta batareykasini zaryadkaga qo'yib qo'ydik. Ichidan chiqadigan narsalari перегревga ulanadigan zaryadchigi bor. Ikkita kapsulasi bor. Ichidan hamma nasatkalari bor mana. Top damlasimi, boshqa bu narsalar damlagani, velosiped damlagani ham. Xullas hamma kalpachoylari bor, ichidagi hamma narsalari. Narxi 250 ming so'm. Kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz.